Shu uchun mana meni gapimni tushuning deyapman sizga. Ha. Men urushaman deb turib, nima urishmading, bo'yni qabul qilmading desa, ustiga to'g'ri kelmayapti deyapti. Endi qarang aka, shu gapingizga bitta gapim aytayman. Mana siz eshityapman, siz ham eshiting. Qarang. Men boshqa bayeslar, endi kontrakt menga qiziq emas. O'zi asli bunday olib qarasangiz, sportda pul topmasa birontasi urushmaydi aka, mediasi borlar hammasi. Bu siz yaxshi bilasiz. Hammasi jichcha prosmotr ko'paygandan keyin muncha so'mma deyishga o'tadi, to'g'rimi? Endi agar bironta bayes menga pul kerak emas, men urushaveraman desa, yo bo'lmasam men o'zim urushaman deb Fazliddin meni tushimga ham kirmaganda ertalab turyapman. Intervyuda ham bugun sport Farruh akaning bitta xodimi bor, o'sha borib kim bilan urushmoqchisan desa, Humoyun bilan deyapti. Ikkita joyda meni gapirib o'tib ketyapti, to'xtab turing. Endi kontrakt birontaga men unga aytgan gapim, mana siz gapingizga tushmaydi. Prosta xalqda oldida Nursulton Humoyunni gapiribdi degan gapga men javob berib qo'yapman-da. Men qochganim yo'q bo'lgan. Tushunmasa, meni gapimni tushunmasa, mendan nima buni so'rayapsiz o'zi? Meni gapimni tushunmayaptiman. Siz aytganim yo'q deb aka, boshqani aytyapman. Agar siz jangdan qolsangiz, siz gapingiz deyapsiz, to'g'rimi? Ha, mana shuni aytdim. To'g'ri aytdimmi, noto'g'ri aytdimmi? Hali meni jangim yo bo'lmasam biror podkast qilgan joyim yo'q-ku. Sizga Humoyun gapni eshiting deyapman aka sizga. Agar siz ham jang bo'lsa, jang bo'ldi bo'pti, qochsangiz shu gap sizga tegishli deyapman. Men siz hozir jangingiz aniq, endi urushmasa shunda qochsangiz, shunaqa bo'ladi deb gapirmayapman. Keyin siz aytyapsizki, aka, mediasi oshgan bayeslar pul talab qiladi deyapsiz. Oktagon bir 100 ming dollar pul beradimi? Oddiy misol men sizga aytyapman. Oktagondan men aka 200 ming bersa ham oktagonda urushmayapman. Sizni aytmayapman men dedi. Ularga bermaydi, yo'q. Bermaydi. Shuning uchun so'ra to'g'ri kelmadi deb gapirish bunaqa o'rtaga chiqib olib odamlarni aldash ularga emas-da. Shuning uchun men biroz to'g'risini aytib beraman, bo'ldi. Humoyun, qarang-ku. Nima deysiz sizga? Siz bilan endi esingizda bo'lsa 2019-yil shu Qodirxon bir olib kelgan edi, bilasizmi? Humor endi birinchi urushgan paytimizda birga yashagan edi, esizdami? Esimda hammasi.